Tezkor xabar. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida Galan qishlog'ida hozirda qor bilan qoplangan. Qish qaytdi. Keyingi 3-4 kunlikda kechalari sovuq bo'ladi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. O'zgidromet ertaga 20-aprel kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi va bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 20-25 daraja iliq bo'ladi. Shuningdek, O'zbekistonning 8 ta viloyatida sel suv toshqin xavfi e'lon qilingan. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 20-25 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 18-23 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 20-25 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 16-17 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.